Yana nima bo'ldi ya? Turing. Hop dedim-ku. Men mana shu kafening egasini otasi bo'laman. Qizlarimni ko'rgani ketyapman. Abi yo'l uzoq bo'lsa, qo'ying, men sizni o'zim olib borib qo'yay. O'tiring mashinaga, o'tiring. Bu ko'ngilga xijolat bo'lmasin endi. Yaxshimisan ona qizim? Eling urmayaptimi? Kuyovingiz bilan maslahatlashib, sizni uylantirib qo'ymoqchimiz. Yo'q, onang tiribdi. Nima? Voy. Hey kampir. Hey. Mana obdasaga qaynagan suvni solib beribsan, tahorat suvi. Sal qoldi kuydirib olishimga. Voy. Ming qilaverasizda, chol. Ko'rib turibsiz, yomg'ir sharillab yog'ib yotibdi. Shu abdastani shunday tutsangiz, bo'ldi. Aralashma hosil bo'ladi. Shunga ham kallangiz yetmaydi-ya. Hey, mana qara. Nimaga bu ob-havoga o'xshab avzoying buzilib turibdi? Tinchlikmi? Bilmayman. Hey, menga qarang. Bu kechasi bilan deng, juda yomon tushlar ko'rib chiqdim. Qo'rqinchli tushlar ko'rib chiqdim. Nimaga? Menga qarang, chol. Ana shu xo'rozni so'yib qon chiqarib yora qolaylik, Seni mana shu bexosiyat tushlaringni deb kattaxonada tovuq bilan xo'rozlar tugab bo'ldi. Hammasini qantakladi. Bitta shu qoldi. Qo'y, bu ham bir yashasin. Bu xo'roz ham meni so'yib qo'ymasin deb siqilganidan bechoraning patlari to'kilib ketdi. Nima qildingiz bo'lmasam, Men qara. Sen yotishdan oldin 3-4 kosani oshqozonga tiqmasdan och yotishing kerak. O'shanda yaxshi yotasan. Och qoringa uyqu keladimi? Och qoringa uyqu keladimi? Bo'lmasa dieta qil. Nima u dieta? Yotishdan oldin mayli bir stakan demayman, bir kosa qatiq bilan bitta olma yeb yotishing kerak. Ovqatdan oldinmi yo ovqatdan keyinmi? Hay. Senga gapirganning foydasi yo'q ekanda. Hay chol. Tushimda-chi bir katta dalada turibman. Bunda qarasam, qorong'ulik tomonda qizlarimiz Salima bilan Halima. Hayronman. Hay qizim. Hay Salima. Halima deb baqiraman. Qaramaydi. Hung yig'lagan. Tugullarni ham ko'tarib olibdi-ya. Obbo. Haligidek qorong'uligiga qarab ikkalasi kirib ketdi. Shu ko'nglim behuzurda, chol. Bekordan bekorga o'zim bunaqa tushlar ko'rmayman. Shu qorong'iga qarab kirib ketdi, orqasidan yeta olmadim. Yo'q bo'lib ketdi. Ey kampir, tushga nimalar kirmaydi, qo'ysang-chi. Bu qizlaring Xudoga shukr, o'zidan o'zi ko'payib, o'zidan o'zi tinchib ketdi. Bitta Salima qizimiz eri bilan sal jig'illashib turibdi. Bu alkash kuyovga ham Xudo insof berdi. Insof bergani chin bo'lsin. Esizdami? Bolam bechorani ko'zlari, burunlari ko'karib uyga kirib kelardi. Hay. Eshik sharaqa pataq ochilib ketsa yuragimni changillaydigan bo'lib qoldim. Sizmi, menmi? Yuragimni hovuchlab o'tirardim. Qo'rqma jonivor, qo'rqma. Men otang bo'laman. Dada! Oyi! Uydamsizlar! Obbo! Yana nima bo'ldi ya? Voy tinchlikmi? Ha, bolam tinchlikmi?
deydi. O'zgargan yuzlaring. Ay, sekin. Namuncha o'ylaysan, eri o'lgan xotinlarga o'xshab. O'shini chiqyapman. Bo'lsa ham mayli edi. Qo'ni qo'shnilar eshitib qoladi. Uyga kiradi. Urmay qo'lgina sizlar. Qanday? Terimda eshitib qolsa sharmanda. Urmay qo'llaring siz. Urmay qo'llaring akashak buna bo'lur. Ipirlasqa. Shunchalik ham uradi. O'ylama. O'zi nima bo'ldi? Boshidan gapir. Ha, boshidan gapir. Nima bo'ldi o'zi? Nimasini aytay. Ana u nabirayim, to'rt yashar. Kecha shkafdagi butun taxlagan kiyimlarimni hammasini uy bilan bitta qilib sochib tashladi. Mana uni qo'rqitish maqsadida, "Hay qizim, qo'y, ana u shkafda yomon amaki bor. Seni o'g'irlab ketadi" dedim. Keyin kechqurun kuyovingiz kelgandan keyin oilaviy ovqatlanib o'tirgandik. Xo'sh. Qizim kelib, "Oyi, ana u shkafdagi yomon amaki ketdimi? Qachon ketadi?" desa bo'ladimi? Voy, qangadim shu tomondan soldi. Voy, ko'zimdan olov chiqib ketdi-ya. Chatoq bo'pti-yu, chol. Qo'ling singura, alkasha. Bu odam bo'lmadi-da. Ey, nomard, oldin shkafni ochib qaramaysanmi, keyin urmaysanmi? Nimalar deyapsiz, chol? Bo'ldi. Tamom. Buni kaltaklariga boshqa dosh bera olmayman. Meni o'ldirib qo'yadi, dada. Ajrashaman. Yo'q. Unday qilma. Unday qilma. O, qizim, buni turmush deb qo'yibdi. Mush deb qo'yibdi. Ha. Achchig'iga ham, chuchugiga ham chidaysan endi. Chidaysan bolam, menga qara, yig'lama. Bu gapimni ikki quloqing bilan eshitib olgin, xo'pmi? Agar uyingdagi iting senga arilayotgan bo'lsa, qizim, demak, itingni ko'chada kimdir qornini to'yg'azib yuribdi. Oyi. Bizni janjalimizga ko'chadagi itni nima aloqasi bor? Voy. O'zingiz tushuntiring. Ha? Onang to'ppa-to'g'ri aytyapti. Rosa aloqasi bor-da. Bilsang, qizim, ba'zi bir erkaklar ana shu itga o'xshaydi. Uy egasi ovqat bermay qo'ysa, ko'chadagini qo'liga qaraydi. Nima? Eshitding? Oyi. Voy, aylanib ketding. Buni qarang, yuzini qarang, buni nima qilib tashlaganini. Xudo insof bergani rost bo'lsin. Rost bo'lsin, ha. Menga qarang, chol. Shu borib xabar olib kelmasangiz bo'lmaydi. Hech shu yuragim tingani yo'qda. Men tinch o'tira olmayapman, jonim, cholim, tinch o'tira olmayapman. Menga qara, qo'ylarga kim qaraydi, mollarga kim qaraydi? Qo'ying o'sha qo'y sigiringizni, ha? Men o'lib qolmanmi? Men o'zim qarayman. Siz g'izzetga borib kelib, qizlardan xabar olib kela qoling, chol. Ha? Qo'y! O'zlari kelib qoladi. Ko'nglim notinchda. Borasizmi? Xavotirama, hammasi yaxshi bo'ladi. Turing! Xo'p dedim-ku. Bir gap gapirgandan keyin ming qilmasangizda, chol. Bo'ldi. Ha? Xo'p dedim-ku. Xo'p degan bo'lsangiz, borib xabar olib kela qoling unda. Ey, men sizni o'rningizda bo'lganimda, shu paytgacha 10 marta borib 10 marta kelardim. Mana bu belgi o'lgur yarasa ekan. Jahling chiqmasin. Qizlardan xabar olsam, xabar olib kela qolayman. Yashang. Bo'pti, yaxshi o'tirmamasa. Ha, tezroq qayting, bo'ptimi? Men xavotir olib o'tirmay. Hey, menga qarang. Bu yoningizda pul bormi? Kecha pensiyani oldim. Ha, bu. Kechagina oldim. Unaqa bo'ladigan bo'lsa, endi qizlarni oldiga quruq kira borsangiz uyat bo'ladi, ha? Halimaxonga 10 siqshashli. Salimaxonga ham 10 siqshashli, ha? Ikkita nonni orasiga olib kirib borsangiz chiroyli bo'ladi-da. O'zlariga mabodo hech narsa kerak emasmi? Mayli. Hozir. 10 siq jigar ola qoling. Xonim kamayib ketdimi deyman-da. Jigariga ham yaxshi. Voy.
Nafsingizga qurt tushsin ha. Mayli. Bo'ldi. Men ketdim. Ha. Xavotirlanma. Ko'raman u qaytaman. Tez qayting, ha? Duo qilib o'tiraman, ha? Mayli. Tez borib tez qayting, xo'pmi? Mayli, yaxshi o'tir. Hay, o'zim o'rgilib ketay cholimdan. Hay, shashliklarni olib kelgan cholimdan. Ishqilib 10 siq jigar cholimdan oldin kelsa zo'r bo'lardi-da. Salimaxonga ham 10 siq shashlik, ha? Ikkita nonni orasiga. Menga ham 10 siq shashlik ola qoling bo'lmasa. Ajoyib joylar ekan. Bay. Qani, nimalar bor ekan, ichini ko'raylik qani. Voy, namichi qimmat bo'lmasa, bunga pensiyam ham yetmaydi-ku. Hoppa, adashib qoldim o. Sekin bildirmay chiqib ketishim kerak. Nima qilsam ekan? Qara, chalga nima bor deyman-da. Assalomu alaykum, otam, qalaysiz? Va alaykum assalom. Nima bu choy ichib o'tirsiz, ovqat yeb o'tirmaysizmi yo pensiyasi yetmayaptimi ekan, ha? Pensiyasi yetyapti, kampir olib qo'yapti-ku. Doda, bu narsa yeb o'tiring, pulini to'layveramiz agar. Ha, savob ham kerak-ku. Bolalarim, sizlarni hech bir yerda ko'rmagan ekanman. Biz shetda постоянно klientmiz. Sizni birinchi marta ko'ryapmiz. Men mana shu kafeni egasini otasi bo'laman. Rostdan doda? 10 yil bo'ldi. Kafeni o'g'limga topshirib nafaqadaman. Onda sonda bir kelib ketaman. Isming nima? Akmal ismim doda. Senikichi? Bulat. Akmal. Bugun nima yesalaring yeb, nima ichsalaring ichinglar. Meni hisobimdan. Rostdan doda, rostdan. Kassirga aytib qo'yaman. Shu Akmal, Bulat desam pullaringni mana shunday qilib qo'ysalaring bo'ldi. Maza qilinglar. Rahmat doda. Bugun o'tirish zo'r bo'ladigan bo'ladi. Ata, ne bo'ldi? Omonboy bolam, men qaytadigan bo'lib qoldim. Nima bo'lib qoldi? Mana ishim chiqib qoldi. Menga saboy qilib berasan. 10 ta shashlikda alohida paketga solib, nonni orasiga solib berasan, maylimi? Bo'ldimi? Kampirimga ham 10 ta jigar nonni orasiga solib, dastavka qilib menikiga jo'ratasan. Sonda 30 shashlik bo'ldimi? 30 ta bo'ldi. Aqsha yetdimi? Mana bolalarim to'laydi. Qaysi bollar? Ana yiqib. Akmal! Bulat! Ana. Aytib qo'ydim mana. Mana aytib qo'ydim. Ha. Men yaxshi o'tiringlar. Mana shular to'laydi. Ha, bo'ldi, ular bersa bo'ldi. Ha. Bo'ldi. Bo'ldi bir. Qazi, 3 minutda tayyin bo'ladi, jaraymi? Baraka top. Bo'ldi. Mana ata. 10 ta, tag'in 10 tasini uyga, kempiringizga jo'natib bo'ldimi? Dastavka bo'ldimi? Bo'ldi. Baraka top. Rahmat Omonboy. Omon bo'ling ata. Baraka top.
Bu xotin zotiga tushunmayman-da bu. Nimadir ish chiqsa butun el avlodi bilan meni eslaydi. Men bularga sadoqatli itmanmi? Xudojon shu yetmay turdi endi. Ota. Uzr. Bu hayol bilan bo'lib sizni ko'rmay qolibman. Sal qolsa turtib yuborardim-da. Yo'q, qayoqqa ketasiz ota? Ko'zimga bu po'stbatni yirtig'imi? Kechiring ota, bu hayol bilan bo'lib ko'rib qolmayman dedim-ku sizga. O qayoqqa ketasiz? Sal qolya. Bu dunyoga jo'natib yuborishingga. Unaqa demang ota, qayoqqa boryapsiz? Qizlarimni ko'rgani ketyapman. Bu yo'l uzoq bo'lsa, qo'ying, men sizni o'zim olib borib qo'yay. O'tiring mashinaga, o'tiring. Bu ko'ngilga xijolat bo'lmasin endi. O'zingizni olib borib qo'ymasam, bu ko'ngilga xijil bo'ladi-da. O'tiring ota. O'tiring. Voy jonim. Ota. Sal qoldi-ya, bu dushmanlaringiz niyatiga oldinroq yetardi. Ey, sal qoldi o dunyoga jo'natishingga. Hozir meni urib o'ldirib qo'yganingda kampirimdan baloga qolarding. Astag'firulloh deng ota, astag'firulloh deng. Kechadan beri xayol parishon bo'lib yuribman-da shu desangiz. Tinchlikmi? Bu ertaga xotinni tug'ilgan kuni. Shuni tug'ilgan kuniga iPhone 17 olib bermoqchi edim. Obil? Ota, qiziqmisiz? Men xotinimning ko'z yoshlariga chidolmayman, ko'zidan yosh oqsa chidolmayman ota. Ammo unga hozir iPhone 17 ni olib bersam, bilasizmi, har narsaga ko'zidan yosh chiqarib yig'lab yuboradi-da. Qolaversa-chi, men qaynota qaynonamga uylanishdan oldin va'da berganman. Nima deb? Qizingizni ko'zidan bir tomchi ham yosh oqizmayman deb, o'sha uchun iPhone 17 olib bermoqchi emasman ota. Bu shu desangiz, bir haftadan beri qo'lim ishga bormaydi. Hamma ishdan qo'lim sovgan. U ishni qilmoqchi bo'laman, bu ishni qilmoqchi bo'laman. Hafsalam yo'q. Nima qilsam bo'ladi? Kredit ol. Kreditning nima aloqasi bor? Kredit olasan, uni to'lash uchun eshakday majbur ishlaysan. Astag'firulloh. Men chekkaga to'xtat, men yetib keldim. Ol chetga. Mana. Mayli. Ota, rahmat sizga. Bir anchagina ko'nglim ko'tarildi gaplaringizdan bor-ku. Faqat yaxshi gaplarni gapirib keldingiz, qarang. Ey, bolam, bu qiyinchiliklar hammasi bir kun keladi, tugaydi. Ilohim aytganingiz kelsin, ilohim aytganingiz kelsin. Siz bor-ku, nima desam, bir optimist inson ekansiz, bor-ku, motivator ekansiz. Bir zo'r motivatsiya berib keldingiz lekin. Optimistni bilmadim-u, men go'rkovman. Ha? Hammasi tugaydi, ishonaver. Astag'firulloh. Tezroq tushing ota, bor nasrini ham yo'q qildingiz-ku. Mayli, omon bo'l. Ko'zingga qarab ber, yana bitta yardan urib ketma. Xo'p. Soqolingga bit tushgur. Aka, rahmat. Zo'r bo'ldi, aka. Qayda ketasan ekan? Beri kel. Qayda ketib borasiz, ақшасын bermay. Jegen ishning ақшасын kim beradi? Qanaqa aqcha? Nima deyapsiz? Boya chol to'layman dedi-yu. Qaysi? Ana shalmi? O'sha senlarga 30 ta shashlik jazirib ketdi, ақшасын beradi deb. Qanaqa 30 ta shashlik nima deyapsiz? Akmal, Vlad deb edi ekim. Bo'ldi, men berdim deb qo'llarni ko'tarib ner qo'y. Nima deyapsiz? To'lamayman. Mana. Ne deyapsiz? To'laysin. Kaza Ahrana shahram. Ahrana, beri qaranglar, men ақшасын bermayman deyaptir. Aytdim men senga, o'ynashma chollar bilan. Ana ikkalamiz yedirib ketdi.
Chiqar pulingni, to'laymiz endi. To'laysan. Salima. Oy Salima. Uydamisan? Voy. Dadajon. Uydamisan qizim? Assalomu alaykum. Va alaykum Yaxshi assalom. Yaxshimisan ona qizim? Ering urmayaptimi? Xavotir olmang. Hozir yaxshi bo'lib qolganlar. Ancha insofga kirib qolganlar. Urmayaptilar. Ha, Xudo insof bergani rost bo'lsin. Shu desiz, kuyovingiz shipir bilan yog'ochga ketgandilar. Hozir kelib qoladi. Yuring uyga kiramiz. Telefon qilaman, telefonlaring o'chgan. Xizmat doira. Dada, shu desiz, telefonimiz o'chganiga ancha bo'ldi. Ye? Ha, bu vaqt yo'qligidan paynetga borib pul ham to'la olmayapmiz. Kuyovingiz ikkalamiz tinmay g'ish quyib yotibmiz. Ha, pul o'zimizga qolsin, ustiga bekor beramizmi deb kuyovingiz ikkalamiz o'sha ishni o'zimiz qilyapmiz. Yangi uy qilyapsizlarmi? Ha, mana uy ahvolini qarang. Dabdalasi chiqib yotibdi. Dada. Yaxshi qilibsizlar. Tejog'lini ishi bejog'li deydi. Ha, pul yonlaringga qoladi-da. Ha, yaxshi bo'pti-da. Onang aytadi. Uyda tinchgina Xudo deb o'tiring deydi. Men aytdim, "Ey, qizlarni borib holidan xabar olish kerak" deb qo'yarda qo'ymay o'zim kelaverdim. Yaxshi qilibsiz dadajonim. Yurganingiz sog'liqqa foyda. Yurib turganingiz yaxshi. Onam gapiraveradilar. Dada, tezroq mana bu yomg'irlar tinib, qishgacha mana bu quygan g'ishlarimizni hammasi tezroq qurib, uchastkamizni bitirib chiqib olaylik. Otani duosi tezroq yetib boradi deydi dada. Mayli, qo'lingni och. Iloho amin. Qishgacha yomg'ir yog'masin. Issiq bo'lsin. G'ishlaring qurib uyingni bitkizib ol. Amin. Allohu akbar. Xush kelibsiz dada. Bu uyga kirsangiz bo'lardi, hozir kuyovingiz ham kelib qoladi. Bir piyola choy deganday. Shoshib turibman qizim. Ana singling Halimani ham bir ko'rib ketay. Onang diqqat bo'lib o'tiribdi-da uyda. Dada, bitta yangiligim bor. Mana bu uyni bitirib olgandan keyin kuyovingiz aytdilar. Dadam bilan oyimga sog'in sigir olib beramiz. Sut qatiqdan muammosi bo'lmaydi. Mazza qilib sut qatig'i ichib yotishadi dedilar. Shunday dedimi? Shu alkash kuyovni o'zi ichmay tursa bo'ldi. Bizga ana shuni o'zi sovg'a. Ichmayaptilar dadajon. Mana qara. Nima? Nevaralarim bilan mazza qilib issiqqina yeb olasan. Shashlik. Voy, o'zimni mehribon dadajonim, rahmat, baraka toping. Sening Halimani ham ko'rib tezroq uyga qaytmasam bo'lmaydi. Mayli, yaxshi o'tiringlar. Mayli, yaxshi boring. Salom ayting onam bilan sinimga. Eringga salom deb nevaralarni o'pib qo'y. Xo'p, yaxshi boring. Xo'p. Voy dadajonim. Halima? Kızım? Ota, Ye. Bir adamsan kızım? assalomu alaykum. Aleyküm ota. assalom. Kelib qoldingizmi otajonim? Ha, keldim. Bor misizlar? Bormiz ota. Nevaralarim yaxshimi? Hammasi yaxshi. Ering yaxshimi? Hammasi yaxshi. Onam yaxshimilar? Ha, onang yaxshi. Kechasi tushimga allabalo g'alati narsalar kiradi. Shu xavotirga tushdim. Qizlarimdan bir xabar olmasam bo'lmaydi desam, onang aytadi, uyda o'tiring deydi, o'zi keladi deydi. Yo'q dedim. Bir ikki telefon qildim. Telefonlaring o'chirilgan.
Ota, shu desangiz telefon bir ish qildirmaydi. Telefonlarimizni o'chirib, shunda uyga qo'yib qo'yganmiz, ota. Ye. Kuyovingiz bilan bir ish boshlab qo'yganmiz. Ha. Ko'chatlar ekyapmiz. Mana hozir yana ko'chatga joy tayyorlayapman. Kuyovingiz bozorga ketgan, yana ko'chat olib kelishga, ota. Ha, yaxshi. Ishlagan tishlaydi. Baraka topinglar. Xudo xolasa keyingi yil ko'chatlarimiz yaxshi hosil bersa, kuyovingiz bilan maslahatlashib, sizni uylantirib qo'ymoqchimiz. Yo, onang tirik-ku. Onamni yoshi o'tib qolgan. Sizga yaramaydi. Siz esa qirchillamada yigitsiz. Sizga bir yoshrog'i kerak. Ey, sen borku o'zi o'g'il bola bo'lib tug'ilishing kerak edi. O'zi asli meni qizimsan-da. Terimda ko'z ostingga olib qo'yganlaring bormi? Bor. Rasmlari ham bor. Hammasini sizga ko'rsataman. Yuring, ota. Yo, hazillashaman. Shu gap mana shu yerda qolsin. Onang eshitmasin. Ikkomizni ham o'ldiradi-ya. Hazillashaman-da, ota, hazillashaman. O'zi bir marta hayotda adashganim yetadi. Ko'ram hassasini bir marta yo'qotadi. Yuring, ota, uyga choy qilay. Yo'q, endi bolam, men qaytmasam bo'lmaydi. Qorong'i tushmasdan tezroq yetib olishim kerak-da. Ota, suvdan sal qiynalib turibmiz. Ekkan ko'chatlarimiz tomir otib tez ko'karib ketsin. Otani duosi to'g'ridan to'g'ri ijobat bo'ladi deyshadi. Duo qiling. Mayli. Buni ushla. Senga shashlik o'dim, nevaralar bilan yeysan. Qani qo'lingni och. Ilohi amin. Ekkan ko'chatlaring ildiz olib ko'karsin. Ey, ustidan tinmay yomg'ir yog'ib tursin iloyim. Daromad zo'r bo'lsin. Aytganingizga. Amin. Mayli, ona qizim, men ketdim, qosh qoraymasdan yetib olay. Mayli bo'lmasa qizim, yaxshi o'tiringlar. Nevaralarni o'tib qo'y, eringa salom deb qo'y. Boringlar. Xudoga shukr. Hey, chol. Tez yuring, tez. Xavotir olib o'ldimi? Hoy, keldingizmi? Keldim. Qizlar tinch ekanmi? Tinch ekana. Nevaralar yaxshi ekanmi? Yaxshi. Kasal bo'lib qolmabdimi? Soppa-sog', tani joni sog', hammasi yaxshi ekan. Voy, Xudoga shukr. Bu Salima qalay ekan? Halima qalay ekan? Yomg'ir yog'sa Salima, yomg'ir yog'masa Halima enasini ko'radigan bo'ldi.